Assalomu alaykum, yana bir bora guruhimiz a'zolari. Mana zakazlarimizni hammasi. Shunday korobkani ochishim bilan menga to'g'risi vapshe yoqdi hidi. Soch uchun sprey. Shunaqa hidi dahshat, korobkani o'zi ochmasindan hid taralayotgandi. Shunday ochishim bilan gupillab hidi keldi-da. Vapshe zo'r lekin. Dahshat, menga hidi yoqdi lekin o'ylamagandim bu darajada hidi приятный deb. Juda ham nima deydi, boshqa olamga tushib qoladigan darajada hidi juda ham nima ekan, insonga yoqadigan. Bu zaytun barglari ekstrakti, bu bizga zakazga tushgan. Keki kapsulasi bilan birgalikda. Mana yana bitta keki kapsulamiz, zaytun bargi ekstraktimiz. Bolajonlarimiz uchun gijalarini tushirib beradigan vositalar. Juda ham samarali. O'zim bolalarimda sinab ko'rdim, juda ham effekt bilindi. O'ylamagandim bu darajada effekt beradi deb. Juda ham tez vaqt ichida natijasini berdi. Bu esa massaj kremimiz. Juda ham samarali, o'zimiz ishlatib, keyin tavsiya berdik. Bu ham zakazga kelgan. Juda ham yaxshi. Даже bolalarimizni tomoqlari og'riganda surkab qo'yapmiz, tomoq og'riqlari ketyapti. To'g'risi maqtaganlaricha bor ekan. Bu esa shampunimiz. Bio shampun, ximikatlarsiz, ekologik toza mahsulotimiz, quyuqqina. Juda ham yaxshi. Bu yonida anavisi berilgan nasotkachasi. Buni qopog'ini olib, buni ishlatamiz. Birdan birga berib yuboriladi. Bu esa soch uchun spreylarimiz va hidi yoqdi, lekin to'g'risi hajmi ham juda ham katta, ham hidi ham vapshe. Endi sizlarga ta'riflay bera olmayapman, lekin vapshe zo'r hidi. Bu esa argan yog'idan tayyorlangan losyonimiz, SPF 15 bilan birgalikda. Bu bizni sepkilarimizni yo'qotishda, yuzimizni yorqinligini oshirishda, qanday xiralashib qoladi yuzlarimiz o'shanga. Assalomu alaykum guruhimiz a'zolari. Bugun bizning zakazlarimiz yetib keldi. Mana bunday ko'rinishlarda juda ham ehtiyotkorlik bilan yuborishadi, yo'lda sinib qolmasin deb. Ham ehtiyotkorona tarzda. Hozir birma-bir ko'rsataman.